har bitta odamda o'zini orzusi bo'ladi-da endi. Kimdir chiroyli mashina xohlaydi, kimdir yaxshi uyni xohlaydi, kimdir yaxshi joylarda aylanib yurishni xohlaydi, kimdir Masjidi Nabaviyda Qur'on o'qib o'tirishni xohlaydi. Mashalloh. Firdavs bobo, bugun eng katta orzularimiz ushaldi. Alhamdulillah deymiz. Mana Voqea surasi. Xudo xolasa mana sizlarga qo'ldan kelgancha o'qib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Iza waqa'atil waqiya laysa liwaqa'ati kadhiba hafizatur rafi'a iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضودة متكئين عليها متقابلين. shunaqa mana inshaalloh Firdavs bobo bilan mana Masjidi Nabaviyda orzuyimizni ushalganiga xursand bo'lib, Qur'on o'qib o'tganlarni haqqiga bag'ishlab o'tiribmiz. Shunaqa hammalaring sog' bo'linglar. Iloyim kelmaganlarga kelishni nasib qilsin, kelganlarga yana kelishni nasib qilsin. Juda ko'p odam Qur'on tilovat qilib o'tiribdi, namoz o'qishyapti.